Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Yaponiya doiralarining yadro quroliga qarshi 3 prinsipni qayta ko'zdan kechirish va ittifoqdoshlarining yadro qurollarini o'z territoriyasiga o'rinlashtirish masalasida ching tursa, intayin ig'ir badal to'laydiganligi haqida jar soldi. Aslida bu gapni deydigan eng oxirgi rejim bo'lish kerak. Eng oxirgi inson bo'lish kerak. Xitoy nomus qilsa, mazaq qilinishga tegishli bir so'zlarda nomussizlarcha ifodalar. Endi vatandan yangi chiqqan ismini oshkorlashni xohlamagan bir shohid Istiqlol televiziyamizga tuvandiki uchurni, tuvandiki ma'lumotni berdi. Birinchi, Xitoy ishg'olchilari navbatda Sharq Turkistonga chet eldan Xitoy pasporti bilan kirgan Uyg'urlarni eng az 10 yillik qamoqqa hukm qilmoqda. Ya'ni vatandan 2 oy burun nurg'un yo'llar bilan chiqqan biri bizga ismini oshkorlamay turib bu ma'lumotlarni berdi. Ya'ni bo'layotgan amaliy ishlarni. Ikkinchi, Yenisar nahiyasiga keng ko'lamda jazo lagerlari salmoqda. Xitoyning oldimizdagi yillarda qandaq bir nejis planni o'ylayotganligini bildirib bu şekilde ifoda berdi. Üçüncüsü, Xitoy yaqinda Qirg'izistonga ko'p sonda istixborot xodimlarini chiqarib, u yerdagi Uyg'ur tijoratchilarining ba'zilarini qaytirib ketish yoki o'ziga bog'lash uchun harakat qilmoqda degan shaklda bu ma'lumotlarni berdi.